Men kitobman. Bolani menga ber. U o'z kelajagi uchun meni o'qishi kerak. Har doim shunday deysan, lekin baribir u meni tanlaydi. Sen uni vaqtini o'g'irlaysan. Soatlab ushlab turasan. Yo'q, u o'zi keladi. Men majburlamayman. U shunchaki harakat qilishni xohlamaydi. Farzandingiz miyasida har kuni ana shunday jang bo'ladi. Bu jangda kitob g'olib chiqishi uchun farzandingizga yordam bering. Aziz ota-onalar, har kuni farzandingiz bilan oz bo'lsa ham birga kitob o'qishni odat qiling. Shundagina u kelajakda o'z fikriga ega mustaqil shaxs bo'lib yetishadi. Ladies and gentlemen, by knockout, the winner is Book. Video foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang.